Demak, aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, bemorimiz bizga murojaat qilyaptilar. Bemorimizga aylana qo'g'lar blefroplastik amaliyotini o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Ya'niki tepa qo'g'larida выраженный ktoz, terilar osilishi bor, undan tashqari medialni grijlar bor. Pastki qo'g'larda явно 100% показаний blefroplastik amaliyotda, chunki явно grijlar mavjud. Bu esa bizani 1 oylik natijamiz. Ko'rib turganingizdek, bemorimizga aylana qo'g'lar blefroplastik amaliyotini o'tkazib berdik. Ortiqcha terilarni olib tashlab, tashqi burchaklarni shunaqa ideal ravishda ko'tarib berdik. Pastki qo'g'larda ko'rib turganingizdek grijlar уже вообще полностью ketgan и ozgina подтяжка effekt berganmiz, ya'niki marshinalar bor edi pastki qo'g'larda, hammasini bartaraf qilganmiz. Ozgina отекlar bor, bu normal holat. Yana 1-2 haftadan keyin полностью hammasi ketadi. Ikkinchi etap esa bemorimizga botulina terapiya amaliyotini o'tkazishni rejalashtiryapmiz, чтобы 100% natijani olish uchun. Agar bizani natijamiz sizlarga qiziq bo'lsa, bizani kuzatishda davom eting. Siz bilan doktor Sulaymanov.